Tashlang pichoqni ogohlantiraman aka sizni. Aka pichoq tashlang ogohlantiraman sizni. Pichoqni tegirma. Tegirma. Aka. Pichoq tegirma. Qamang. Pichoq tegirma. Qamang. Respublikamiz bo'ylab davom etayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tadbirlari doirasida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan navbatdagi fidoyilik namunasi Vobkent tumanida qayd etildi. Gap shundaki 2026-yil 22-iyul tongida 112 tezkor raqamiga kelib tushgan qo'ng'iroq Vobkentda yuz berishi muqarrar bo'lgan mudhish fojianing oldini oldi. Oilaviy janjal oqibatida ko'chaga haydalgan ona go'shak ortida yig'lab najot so'rardi. Eng yomoni uning 2 nafar murg'ak farzandi o'zini mutlaqo idora qila olmaydigan kuchli mast holatdagi ota bilan qulflangan eshiklar ortida qolgan. Tezkor xabar olingach, hududiy profilaktika inspektori zudlik bilan voqea joyiga yetib keldi. Darvoza ichkaridan tambalangan onaning esa qo'rquv va xavotirdan butun vujudi titrardi. Har bir soniya bolalar hayoti uchun qanchalik qimmatli ekanligini teran anglagan inspektor uzoq o'ylab o'tirmadi. U hech qanday ikkilanishsiz o'z hayotini xatarga qo'yib, baland devordan oshib hovliga tushdi va to'g'ridan-to'g'ri bolalar tomon yugurdi va ularni xavfsiz joyga olib o'tdi. Ichkarida esa holat kutilgandan ham qaltisroq edi. Inspektor vaziyatni yumshatishga harakat qilganda xonadon egasi to'satdan tajovuzkor holatga o'tdi. U qo'liga o'tkir tig'li oshxona pichog'ini olib, o'z tomog'iga tiragancha o'z joniga qasd qilish bilan tahdid qila boshladi. Inspektordan esa uyini tark etishini va u bilan bo'limga bormasligini aytadi. Salgina ehtiyotsizlik yoki noto'g'ri bosilgan qadam tezda qon to'kilishiga olib kelishi tayin edi. Aynan shu asablar taranglashgan soniyalarda inspektor chinakam jasorat va irodani namoyish etdi. U tajovuzkor aqlini yo'qotgan shaxs oldida sarosimaga tushmadi. Sergaklikni saqlab qolib, psixologik ko'nikmalarni ishga soldi va xotirjamlik bilan otani chalg'itishga erishdi. Qulay fursat kelishi bilan o'ta chaqqonlik bilan harakat qilib, uning qo'lidagi pichoqni tortib oldi hamda fuqaroni to'liq zararsizlantirdi. Sarasiyon mahallasida xizmat olib borayotgan vaqtimizda Badoy qishlog'idan xabarnoma kelib tushganligi sababli u yerda fuqaro xonadonning eshigini ochmaganligi sababli qo'shnisi bilan birgalikda devordan oshib o'tib, uni farzandlarini hayotini saqlab qolish maqsadida ichkariga oshib o'tganimizda, shu paytda fuqaro bizni ko'rib sarosimaga tushib, spirtli ichimlik ta'sirida oshxona pichog'ini olib, o'zini hayotini xavf ostiga qo'yib bizga chiqib ketishni talab qildi. Fuqaroga psixologik ta'sir o'tkazganligi sababli hamda o'zimizni tezkorligimiz sababli fuqaroning qo'lidan oshxona pichog'ini olib qo'yishga muvaffaq bo'ldik. Birgina to'g'ri va tezkor qaror o'z hayotini tikib qilingan qahramonlik sabab bugun ikkita murg'ak jon salomat. Go'daklarni yana o'z bag'riga bosgan onaning ko'zlaridan tirqirab chiqqan quvonch va minnatdorlik yoshlari bu jasoratning eng to'g'ri bahosi edi. Bir oilaning fojiasi to'xtatib qolindi. Oila tinchligini asrash yo'lida shunday fidoyilik ko'rsatgan xodimlar bor ekan, elning tinchligi doim ishonchli qo'llarda.